Anar Kot-Kot. Anar Kot-Kot her hafta bir kademe yanında. Bu son programımızda Anar FM Tor Radyosu alaydı qolliğin. Anlayotganınız Anar FM. Ben Anar Kot-Kot. Kes saat 8. Hozir soat 8 mi? Shundan ya. Anar FM her gün saat 8'de huzurunuzga sunuldu. Alaydı qolliğin uğurlar. Şifa qizlar saloni, Anar Oyi saloni, kino saloni, televiziya saloni, izdet saloni, Nicat Veli Yaqut'ning Can Elik saloni, Ali Qurbanning Ali Qurban saloni, Ablaja Altayevning AG Fans saloni, Cho'nqar saloni, O'ynak saloni, Mikrofon saloni, Etot saloni, Visal saloni, Jovsho Yanding saloni, Adil Qanun saloni, Gullan saloni. Mushkullarda qizlar bo'lishning naqadar tasdigini his qilib yetdim. Masalan, qizlar odat yasanishi shunchalik yaxshi ko'rmasini qo'p, lekin bizda yasanchoq qizlarni ko'rib qolgan o'g'illar mundaq deydi. Yasanib kim ko'rsatilganda o'zini zo'r bozor selish qamroq qachonli qarshi yasanib. Odatda yana ba'zi bir qizlar yasanishni ancha yoqtirib ketmaydi, lekin shunday yasanishni yaxshi ko'rmaydigan qizlarni uchirib qolgan o'g'illar mana mundaq deydi. Nör qizlar buni bir yasanib baqsa bo'lmamda qachonli qarshi agishdim tayaqi yo'q. İşte yüzüge sipsidam. Ben sizge desem bazı kızlar yasanışını yaxshi ko'radi, bazı kızlar yasanışını fakat yaxshi ko'rmaydi. Nimishqi deganda xolis yasanib, xolis yasanmaydi. Nima chiqatdingiz deyman qo'y endi. Navada o'g'illar ajrashib ketishchi. Boshqalar mundaq deydi. Oxoya og'inam yaxshi qilsa muborak bo'lsin, og'in poytaxt vaqtdan qaytsa. Voy bo'lmaydi-chi, o'g'izlar bo'pti, vaqtida ajrashib ketgan odam. Qiz bo'lgan to'shaq jira, hech kim xotinini cho'qib pichak qizlarni olalaysa. Navada o'xshashli qizlar ajrashib ketishchi. Boshqalar mundaq deydi. Jinim odishim bo'ldi, men balonni deb chidaversamchi. Endi qandoq qilasa bir ömür tugishib ketadigan bo'ldim. O'g'illar ajrashib ketsa, xo'shallarlik ish. Qizlar ajrashib ketsa, ajaba qizlar ajrashib ketsa o'lib ketamda. Men bu ajrashgan qizlarning birisi o'lib qoldi deb anglamadim endi. Ba'zi qizlar tabiiydan agilab gapirishni yaxshi ko'radigan bo'lib qolsa, unda qizlarni o'g'illar chiqim. Ha, noynoqqa qara, qaysi qo'vali ko'z noynoq shiplik qilgan, qachonliq suyni chiqarib mijiqlab, mushtali yurgan. Ba'zi bir qizlar so'g'aq talaffuzda tüp tüz gapirishi intan yaxshi ko'rdi shunaqa. Lekin bu qizlarni nurg'un o'g'illar nim deydi deganda, gap qilishni uqmaydigan to'n qapoq tüp tuzli buni deb qo'ygandirmish. Haykal gapirgan bizga yaxshiroq deydi. Mencha endi agilab gapirsa, tüp tüz gap qilsa, u o'zining yaxshi ko'rishi. Navada ba'zi qizlar ishki mijaz eg'ir bisiq bo'lib qolsa, boshqalar uni, "Bu qizlar chaqchaq qilgani faqat bilmaydi o'zimi?" Chaqchaqlik, voy bu qizlar chaqchaq qilganda bu qizlarning faqat tayini yo'q. Tayini yo'q. Ishki mijaz bo'lib tayini yo'q qilmaydi ajaba. Navada ba'zi qizlarning mijaz xarakteri nihoyatda ochiq yo'riq, chiqishqa xushbo'y bo'lib qolsa, boshqalar o qizni qanday chaqchaq qilishini ko'taradigan qizlar jimi bo'ladi. Yaman çoğdan isim peyzem yansı var bu kızlarım. Hem de o çak kötüyen yaxşı iş, lekin bazı kızlarning sizning chaqchiqingizni ko'tirib berganning o'zi sizga bo'lgan hurmatichi. Navara ba'zi qizlar sal betirab kelib qolsa, boshqalar mundaq deydi. Xotda kishining g'ozadi chichi o'zini aqli qisqa, buning aqli qaqini ko'p aqilmaydi. Navada ba'zi ayollar qizlar aqlliroq bo'lib qolsa-chi, albatta uni mundaq deydi. Hey, men ish yigitma degicha qazon beshi chiqib tamaqini ayta. Navara qizlar igiz boshliq oyoqlarini kiyib so'rlarga berib qolsa, boshqalar o qizlarni jinini qiynig'ich keymisi bo'lmamda. Yana igiz kiysin baribir boboy shu pakaligida. Ba'zi qizlar igiz oyog'ini kiymay, paka oyog'ini kiyib so'rlarga berib qolsa, boshqalar mundaq deydi. Va qaram bir g'ayrish boylar shilkitira. Voy bu jinini qiynig'ich yeb qolsa, yigit igizroq oyog'ini kiyib bo'lmamda. Ya qo'sqidi bormi ya buni? Nimaga bak? Ay xolis kiydi, xolis kiymaydi, nima chaqirdim men qolsam. Atrofimizda chiroyli qizlar intayin jiq shunaqa. Lekin bizda chiroyli qizlarni ko'rgan ba'zi bir o'g'illar bunday gumon qiladi. Cho'qim husn tuzgizganga odash qarab baqay, burniga, inkiga, ochta ushliq ochta qo'ngsholiq bilan jumruqqa nima bu? Agarda sal ko'rimsizroq qizlarni uchirtib qolsa-chi, voy. Bu chiroyini ap ko'chaga chiqqanda chiqib jumruq qo'ysamanda ma'qizlar. Har tabiiy chiroyli bo'landi, tabiiy chiroyli bo'lmandi yoki jumruq qilandi, ya husn tuzgizman. Nimkarim. Bu gaplarni bo'g'ich ichimda yomon siqilib ketdi. Qizbol bo'lmoq nimga tasay? Ishqilib navada atrofimizda mushundaq ushaq so'zlashni yaxshi ko'radigan o'g'illar bo'lib qolsa, ularni ashi tapga, ba'zi shu Yupiterlarga avaslanlar tamoman bo'ladi. Agarda atrofimizda mushundaq ushaq so'zlashni yaxshi ko'radigan qizlar bo'lib qolsa, ularni tamoman tapga, ba'zi marislarga yo'l solsanlar bo'ladi. Ishqilib hammamiz o'z turmushimizni o'zimiz xotirjam o'tkazganimiz tuzuk. Boshqalarning ishiga aralashmaslik aqlli odamning ishi. Qanaqa demadi? Suratga elish xizmati jarayonida men o'xshamagan muhitda, har xil qiyofatda, o'xshamagan grim uslubini qo'llanaman. Buning uchun menga faqat orgofili kifoya. Mayli sirtlarda, kuchlik oftob nurida, mayli kuchlik chiroq nuri ostida bo'lsin, orgofi mening 100 teramni qo'g'dab keldi. U teramni asrab, meni yumron, suzuk, sog'lom teriga ega qildi. Orgofi menga yondashdi, mening tanlishim almashdi. Orgofi